Bugun jumaga chiqdim. Qiziqarli bir ma'lumot eshitdim. Alloh ikki toifa insonni yoqtirmas ekan. Birinchisi xiyonatkor ayolni eri bo'lib turib boshida. Ikkinchisi bo'lsa qadr qiymatni bilmagan insonlar. Endi men shu narsani aytmoqchimanki, xulosa shundanki, shunga ayollarni xiyonatini kechirilmas ekan. Erkaklarniki o'zini barakasiga uradi deyishadi. Bu gapda jon bor ekan. Ayollarniki bo'lsa o'zini oyog'iga bolta urib do'zax ahliga yetaklab borilargan. Shu uchun ham Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz aytgan gaplari do'zax ahli ko'p ayollardan iborat deb bejiz etmagan ekanlar. Lekin shunaqa zamonga kelib qoldikki, biz o'z ko'zimiz bilan hammasiga guvoh bo'lamiz. Rahmat. Shunaqa gaplar.